Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aka-ukalar. Navbatdagi darvozamizni Farg'ona viloyati Furqat tumaniga olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz razmerlari eni 290 sm bo'lgan, bo'yi 305 sm bo'ldi. Taglariga shvillerlar qilib berdik. Xudo xolasa darvozamiz materiallarini bir qator tushuntirib o'taman. Darvozamiz rama qismlari 8 ga 4 profildan bo'lgan, 1.7 qalinidan. Darvozamizni chetlariga 8 ga 8 profil qo'yib berganmiz. 2 lik stenkada bo'lgan bu. Darvozamiz ko'rib turganlaringdek yog'och joylari qalinligi 4 sm bo'lgan. Sasna yog'ochidan, rossiyskiy sasna yog'ochidan olib kelib o'rnatib berdik. Tovamizga mana laklarni sepib, xudo xolasa cho'tki qilib gruntovkalarigacha urib olib kelib o'rnatib berdik. Nomerlari, glazoklari. Eshigimiz ochilib yopilishiga bitta baho berib qo'yasizlar. Xudo xolasa cho'tki bo'lib ochilib yopilyapti. Tog'a darvoza qulluq bo'lsin endi. Qulluq rahmat, qo'llaringiz ko'rmasin. Aytganingiz kelsin. Kasblarga baraka bersin. Aytganingiz kelsin. Bergan pulingizdan baraka topiga tog'a biz ham. Rahmat. Mehnatlariga minnatdor rozi. Aytganingiz kelsin. Zo'r chiqdi darvozaga. Ko'ngildodek bo'ldimi tog'a darvoza? Zo'r, ko'ngildan ham zo'r bo'ldi. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yasizlar. Rahmat hammaga.